Yaxshilab e'tibor beramiz akalar. Zeleniy kesish avgust oyining 22-kunida do'stlar. Yaxshilab e'tibor beramiz. O kesilmagan joyi betlari mana kesilib lider yov o'tyapmiz. Lider yov o'tyapmiz do'stlar mana. Yon bakovoy shoxlardan hosil olamiz. Yon bakovoy shoxlardan ham ertaroq pishadi, ham sifatli quyosh nurida do'stlar. Ertadan kechgacha quyoshda turadi meva, shuning uchun tezroq rang olib yiriklashadi do'stlar. Hozir mana kesilgan holati. Bu mana kesilmagan holati, endi kesilyapti akalar, yaxshi e'tibor beramiz. Juda ham qalin bashkilab ketgan. Shuning uchun akalar bir yilda 2 marta shoptonni kesish shart. Iyun oyida ham kesiladi do'stlar, ichidagi mayda shoxlar qurib qolmaydi. Akalar, o manzil Namanganda, shu daryodan 500 metr pastroqda do'stlar. Namanganning shahriga 5 kilometr, 6 kilometr qo'ygan. Bu bog'larni do'stlar o'zimiz tashkil qilib berganmiz, o'zimiz ekib berganmiz. Bizda asosiy narsa do'stlar, o'zimiz ekib beramiz, qarab beramiz, kesib beramiz do'stlar. Mevasini ham olamiz, xudo xolasa. Videomizga bittadan like bosib qo'yinglar. Bizda barcha turdagi ko'chatlari mavjud. Quyidagi nomerlarga telefon orqali o'zimiz ekib, siz bilan hamkorlikda 5 yilgacha ishlayveramiz. Salomat bo'lasizlar.